Hammasi tasodifan boshlangan edi. Institutdagi oddiy kunlarning biri. Har doimgidek auditoriyaga kirib, domlamizning darsiga tayyorlanmagan holda o'tirganimda u kirdi. Uning qadam tovusishi, ko'zlaridagi muloyimlik va biroz sirli tabassumi yuragimni galati titratib yubordi. O'sha paytdan boshlab u menga boshqacha ko'rinar edi. Har kuni dars vaqtida nigohlarimiz ko'z urishtirib qolardi. Darsdan so'ng tasodifan kutubxonada yoki institut hovlisida uchrashib qolar edik. Har safar yuragim tez ura boslardi. U ham mendan ko'z uzolmasdi. Bir kuni kechqurun yozgan xabarimga javob keldi. Salom, sen bugun yana yuragimni zabt etding. Seni ko'rganimda o'zimni boshqacha his qilaman. Shu xabar hammamizni birinchi qadamingga boshladi. Bir necha kun o'tib biz institut hovlisidagi soq joyda uchrashdik. Qorong'ulik va tungi salqin havo bizning his-tuyg'ularimizni yanada kuchaytirardi. U mening yuzimga muloyim qarab, sochimdan o'g'di silab, "Sen menga juda yoqasan", dedi past ovozda. Ko'zlarimda yaltiragan ehtiros va muhabbatni u aniq ko'rdi. Men sekin uning quchogiga kirib, lablarimni uning lablariga bosdim. Bu o'pich o'ziga xos edi. Unda so'zlar keraksiz edi. Faqat yurak urishi, ehtiros va orzu. Oxir kundan boshlab har uchrashuvimiz yanada ehtirosli, yanada samimiy bo'lib bordi. Domlamlar mening sevgan insonim, sirlarim hayotimdagi eng yaqin kishimga aylandi. Biz har safar yangi hislarni, yangi ehtiroslarni kashf qilardik. Hayotimiz sir bo'lsa-da yuragimizdagi sevgi ochiq edi. Bu taqiqlangan ammo eng shirin muhabbat edi. Bir necha kundan so'ng u meni og'zi ijaraga olgan soq kvartirasiga taklif qildi. Qorong'i kech, yomg'ir ohangidek tinimsiz shivirlab turardi. Eshikni ochib, uni ko'rganimda yuragim yana tez ura boshladi. U meni muloyimlik bilan ichkariga taklif qildi. Xonada xira yorug'lik, fon musiqasi va atir hidi muhabbat kayfiyatini yanada kuchaytirardi. Biz asta-sekin bir-birimizga yaqinlashdik. Uning qo'llari belimdan kuchib sochlarimni sap otdi. Men esa yuziga, ko'zlariga tikilib his-tuyg'ularimni yashira olmadim. Lablarimiz yana bir-birini topdi. Bu safar bu o'pich yanada chuqurroq, yanada ehtirosli edi. U meni oyta divanga yetakladi. Har bir harakati, nigohi ehtiros va istak bilan to'la edi. Nafas olishimiz tobora tezlashib, ko'nglimizdagi barcha orzular shu lahzada ro'yobga chiqayotgandek edi. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Oxir kecha biz nafaqat tanani, balki butun qalbimizni, his, tuyg'ularimizni bir-birimiz bilan borishdik. U menga, men unga ehtiyoj sezganimizni, bir-birimizsiz hayotimiz rangsizligini his qildik. Bu muhabbat taqiqlangan bo'lsa-da yurakdan chiqqan haqiqiy tuyg'ular edi. Quyosh tongida derazadan kulib qaraganda men uning quchogida begubor, baxtli va to'liq his qilardim o'zimni. Bu sevgi yurakdagi sir, ammo hayotimdagi eng shirin lahzalar edi. Oradan oylar o'tdi. Bizning yashirin muhabbatimiz asta-sekin hayotimizning eng jiddiy qaroriga aylandi. Bir kuni u ko'zlarimga tikilib ehtiros bilan, lekin jiddiy ovozda so'radi. "Sen bilan butun umrni o'tkazishni xohlayman. Menga turmush o'rtoq bo'lasanmi?" Yuragim yana o'sha ilk uchrashuvdagidek tez ura boshladi. Ko'zlarimga yosh olib faqat bir ogiz so'z aytdim. Ha, shundan so'ng hayotimiz yanada yorqin tus oldi. Oddiygina samimiy to'yimiz bo'ldi. U kunda faqat chin yurakdan tabriklar, ko'z yoshlar va cheksiz baxt bor edi. Institutdagi muhabbat endi halol, rasmiy oila muhabbatiga aylandi. Yillar o'tib bizning orzularimiz yanada go'zal shakl oldi. Uydagi sokin tonglardan birida kichkina farishtamiz dunyoga keldi.